Til bilan yuradiganlar haqida eshitganmisizlar? Qo'l bilan yuradiganlar haqida-chi? Hattoki tovon bilan yuradiganlar ham bor. Hozirda ko'pchilikni qiynayotgan muammo oyoq tovon shporalari mashqlarini o'rgatib. Oyoq uchida turish qayta-qayta 1 daqiqa takrorlaymiz. E'tibor beramiz. Oyoq orqa boldirlar kuchli bo'lsa, shpora bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmaydi. Tovonda turib oyoq uchini ko'taramiz. Takror 1 daqiqa. O'tirgan holatimizda oyoqni uzatib, uchini aylantiramiz o'ngga va chapga 1 daqiqa. Turgan holatda oyoqni yengil yerga uramiz 1 daqiqa. Agar yaxshi qisishni bilsangiz, mana shunday videoda ko'rsatilgan holatda oyoq barmoqlari bilan qalamlarni qisib tepaga oling. Endi og'riqlarni qoldirishda noan'anaviy retseptni o'rgataman. Faqat hech kimga aytib qo'ymang, hech kim bilmas. 1 choy qoshiq chayni sodani 1 choy qoshiq asalga aralashtiramiz va parrak qilib kesilgan limonga surtib, tovonga bosamiz. Strech salofan bilan o'rab qo'yamiz. Ertalabgacha og'riqlaringiz yechiladi. Bu ko'rsatib o'tganlarim davomiy qilinadi. Yana bir marta qilib menga ta'sir qilmadi deb o'tirmang. Like bosib qo'ying bitta. Til bilan yuradiganlar haqida eshitganmisizlar? Qo'l bilan yuradiganlar haqida-chi? Hattoki tovon bilan yuradiganlar ham bor. Hozirda ko'pchilikni qiynayotgan muammo oyoq tovon shporalari mashqlarini o'rgatib. Oyoq uchida turish qayta-qayta 1 daqiqa takrorlaymiz. E'tibor beramiz. Oyoq orqa boldirlar kuchli bo'lsa, shpora bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmaydi. Tovonda turib oyoq uchini ko'taramiz. Takror 1 daqiqa. O'tirgan holatimizda oyoqni uzatib, uchini aylantiramiz o'ngga va chapga 1 daqiqa. Turgan holatda oyoqni yengil yerga uramiz 1 daqiqa. Agar yaxshi qisishni bilsangiz, mana shunday videoda ko'rsatilgan holatda oyoq barmoqlari bilan qalamlarni qisib tepaga oling. Endi og'riqlarni qoldirishda noan'anaviy retseptni o'rgataman. Faqat hech kimga aytib qo'ymang, hech kim bilmas. 1 choy qoshiq chayni sodani 1 choy qoshiq asalga aralashtiramiz va parrak qilib kesilgan limonga surtib, tovonga bosamiz. Strech salofan bilan o'rab qo'yamiz. Ertalabgacha og'riqlaringiz yechiladi. Bu ko'rsatib o'tganlarim davomiy qilinadi. Yana bir marta qilib menga ta'sir qilmadi deb o'tirmang. Like bosib qo'ying bitta.